Bir boshdan tushuntirib o'tib ketaman hozir. Bu darajadan boshlab bitta kitobda 10-sinf, 11-sinf ham xuddi shu shaklda ketadi bizda. Taqvim rejani faslga ham bo'lib chiqqanmiz-da. Bu yerda harbiy san'at tarixi bilan harbiy xizmat asoslari, saf tayyorgarliklari, ularni fasllarga bo'lib, boyagi oktyabr oylari, yog'ingarchilikda saf tayyorgarlik o'tolmaymiz-ku. O'shanga qarab moslab chiqarganmiz. O'zlashtirganlik darajasini bilish uchun yoki bo'lmasam shu o'quvchi bu materialda o'quv materialini o'qituvchini o'zini gapirib berishi yoki bo'lmasam o'qituvchini o'zidan emas, o'quvchini o'zi izlab topish uchun yo'nalishlar beradigan ta'lim texnologiyalari qo'llangan. Ushbu darslik meni fikrimcha yangi materiallar bilan boyitib, zamonaviy dizaynga keltirildi. Tibbiy bilim asoslarini takomillashtirish natijasida nafaqat armiyada yoki qo'shinlarda, balkim kundalik faoliyatda, kundalik sharoitlarda uchrashi mumkin bo'lgan jarohatlanishlarda yoshlarimizni, fuqarolarimizni tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalariga o'rgatishga keng xizmat qiladi. Bu fan orqali yoshlarimiz o'z tarixiy ildizlariga, ajdodlarimizning jasorati va mardligiga, zamonaviy qurolli kuchlarimizning salohiyatiga bo'lgan chuqur hurmat bilan ulg'aymoqda. Harbiy saf amallari, birinchi tibbiy yordam, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish, qurollar tuzilmani o'rganish kabi darslar o'quvchilarda jismoniy, intellektual, ruhiy jihatdan barqaror shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Eng asosiysi bu fan orqali yosh avlod qalbida men vatan himoyachisiman degan tuyg'uda uyg'onadi. Aynan shu tuyg'u ularni ertangi kunning fidoyilari, irodali yetakchilar qilib kamolga yetkazishiga zamin yaratadi.